To'g'ri aka, mana Qo'shtepa tuman hokimligining rasmiy kanalida bir ma'lumotni ko'rib qoldik. Ya'ni siz bilan xitoylik investorlar o'rtasida o'zaro katta korxona tashkil etish rejalashtirilyapti ekan. Bu korxona o'zi qanaqa yo'nalishda faoliyat olib boradi va agarda bu ishga tushsa nechta ishchi o'rni yaratiladi? Shular haqida gaplashamiz. Hozir Qo'shtepa tuman hokimligi tomonidan Xitoy davlatiga borib o'zimizga o'sha yerdan hamkor bilan shartnoma tuzdik. Kelgusida shu Qo'shtepa tuman tomonidan bizga ishda yer ajratilyapti. Qaysi joyda aynan? Asha Taxta bozorining yonidan Ashakka Xitoy davlati bilan tuzilgan investorlar bilan investitsiya olib kirmoqchimiz. Qaysi yo'nalishda bo'ladi? U yo'nalishimiz shu mebel yo'nalishida bo'ladi. 3 xil yo'nalishda shartnoma tuzganmiz. Endi ular kelib ishga tushgandan keyin ular yo'nalishlar ko'rinadi ko'zga. Hozircha shu o'zimizni shu Eldisp mahsulotlari bilan yo'nalishda olib borib turibdi. Qancha maydonga tushadi u endi? Korxona. Korxona 50 sotikka tushadi. 50 sotik. 50 sotik joyga tushadi. Nechta ish o'rni yaratiladi? Erta 60 ta ishchi o'rni yaratiladi. Eng kamida 60 ta ishchi o'rni yaratiladi. Investitsiya miqdorini ayta olasizmi? Investitsiya miqdori $5 milliard. 5 milliard dollarga investitsiya kiryapti xorijiy.